40 bin euro. To'xtab, uning kutiga to'xtab. To'xta. Qara, muqana. 40 ming euro nechi pul bo'ladi? Esepte. 5 milyon. Alo. 2 milyon. 2 milyoni qancha bo'ladi 2 milyoni? 40 bin euro 100'den qancha bo'ladi? Dollarga. 10 bin. 35 ming. 50. Qo'tag'im deyapsan. Ana 18 ming nima qilding 18 ming dollar? Evet, dalga yok. 20 bin. Ha, 50 bin dolar bo'ldi, dalga yok. Qarang, chiqayapman. Ammo aqbala buyingda amiga skindi betiga solaman degandim-da. Berib qo'yding. Vay bilan. Ona endi ski betinga solardim ona endi ski oldi bilan. Kecha bilan 18 ming dollar yechuvdim bilan. Berib yuborib tutab bittasiga beradiganidan bilan. Voy ona endi ski betinga solardim 18 ming bilan. Ya qo'tag'imda 37 mingmi, qo'tag'im bilan. Ko'r xaltak giridalar bilan. Qo'tag'da 17 ming. Nechi pul bo'ladi jalab naxu bilan? So'mda bilan 2000 dollar bo'lar ekan, chumo bilan. Dalga yok. 40 bin euroni esepte ko'ruvchi bilan dalga yoksunmi sen? 40 bin euroni dollarga Ko'rsat. Boshqatdan ko'rsat. Qayda chiqarmayman. Qayda chiqarmayman kelib ketgan. Ko'rsat, qo'tag'im 40 ming euro ko'rsat. Vay bilan, dalga yok ne? Ana adam bo'lmaydi bu pitaras. Adam bo'lmaydi bu pitaras. Voy bilan. Voy iskim. Men tushunmayman bu qirg'izning puli necha pul bo'ladi bu daxoy ko'rsatadi. Euro dey bilan, bu euro. Qirg'izning puli emasmi bu? Ichini ko'rsatchi. Euro. İçini ko'rsat, qo'tag'im boshiga yevro qo'yib, ichida po'nichalab o'zbek so'mi bo'lishi mumkin. O'zbek so'mi bo'lishi mumkin. O'sha bizda qirg'izning puli hozir euro. Birartalar bir 30 ming dollar olib chiqib turinglar, qo'ni qo'shnilarim bormi masjidda bu 30 ming amiga siko. Inasini amiga urib bormi birartalar 30 ming dollar shunday olib chiqasizlar. Menda bilet 18 ming bordi bilet berib yuboribdi-da, bugun 18 ming kimdirga berib kerak. Bormi? Birorta odam bormi? 20 ming, 40 ming dollar bormi? 40 ming. 40 ming bormi? Qotog'im, figurasi yo'q odamdagi odam emas. To'xtab tur. Muqara. To'xta, ona endi kutiga ski. To'xtab tur, ona endi ski. To'xtab tur. To'xtab